Sizga odamlar hech shunday deyishganmi? Hech kim meni tushunmaydi. Hamma insonlar yolg'onchi. Bu ishni qila olmayman. Lekin savol, aqallan bitta inson bormi sizni tushunadigan? Hamma inson yolg'onchimi? Qaysi ishni qila olmaysiz? Bugun biz sizlar bilan NLPda verbal texnika hisoblangan metamodel haqida gaplashamiz. So'zlar ortiga yashiringan ma'noni aniqlaydigan kuchli vosita. Agar siz odamlarni yaxshiroq tushunmoqchi bo'lsangiz, manipulyatsiyaga tushib qolishni xohlamasangiz, NLP va psixologiyaga qiziqsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Metamodel nima? Metamodel bu savollar tizimi. Uning yordamida biz umumiy so'zlarni buzamiz, noaniq so'zlarni aniqlashtiramiz, xato bog'lanishlarni ochamiz. NLP ga ko'ra inson reallikni emas, reallik xaritasini gapiradi. Muammo shundaki, biz so'zlarni umumlashtiramiz, ma'lum so'zlarni tushirib qolamiz va xato bog'lanishlar qilamiz. Ana shu joyda bizga metamodel yordamga keladi. Metamodelni qisqacha tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, NLP asoschilari Jon Grinder va Richard Bandlerlar o'z davrining mashhur psixolog, psixoterapevti hisoblangan Virginia Satir hamda Fritz Perlslarni kuzatish orqali vujudga kelgan. Fritz Perls va Virginia Satir klientlardagi psixologik muammoni hal qilishda qanaqa tartibda ularga savol beryapti. O'sha savol berish tartibini ular o'rgangan va strukturaga tushirgan. Mana bu metamodelning qisqacha tarixi. Metamodel 3 ta asosiy qismga bo'linadi. Birinchisi umumlashtirish. Bitta holatdan hamma holatga xulosa chiqarish. Hamma meni tanqid qiladi. Metamodel savoli: hamma sizni tanqid qiladimi? Men doim yutqizaman. Metamodel savoli: biror marta yutgan vaqtingiz bo'lganmi? Hech qachon omadim kelmaydi. Metamodel savoli: biror marta bo'lsa ham omadingiz kelganmi? Mana bu savollar insonni o'ylashga majbur qiladi. Ikkinchisi tushirib qoldirish. Ma'lumot yetishmaydi. Men xafa bo'ldim. Metamodel savoli: kimdan? Qachon? Menga qiyin. Metamodel savoli: nimasi qiyin? Qaysi qismi qiyin? Bu ishni kechroq qilgan ma'qul. Metamodel savoli: qaysi ishga nisbatan kechroq qilgan ma'qul? Uchinchisi buzuq talqin qilish. Fikr faktga aylantiriladi. Agar xato qilsam, meni hurmat qilishmaydi. Metamodel savoli: buni qayerdan bildingiz? Xato qilish insonning hurmatini tushiradimi? Ikkinchi misol: men u insonga nima kerakligini bilaman. Metamodel savoli: qanday qilib u insonga nima kerakligini siz bildingiz? Metamodel qayerda ishlatiladi? Oilaviy munosabatlarda, o'z-o'zini anglashda, savdo-sodiqda, psixologik konsultatsiyalarda ishlatiladi. Metamodel ongni ochadi, odamni so'zni qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi, iqrorlarni o'zgartirishga yordam beradi. Agar siz odamlarni haqiqatdan ham nima demoqchi ekanligini tushunmoqchi bo'lsangiz, metamodelni o'rganing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kommentariyaga metamodel savollar deb yozing. Keyingi video metamodelning to'liq savollari.